بسم الله الرحمن الرحيم. تدبير إلهي تدبر. وهنا أمر الشرطي الموكل به شابا إسرائيليا بحمل العود. ومن بيرده nima deydi, unga topshirilgan, ya'ni Iso alayhissalom unga topshirilgan mirshab isroillik yigitga mana bu yog'ochni ko'tarishlikka buyurdi. Mana bu xoch bor edi-yu, xochni Iso alayhissalom ko'tarib ketadi. O'shani ko'tarishlikka buyurdi. وكان أشد زملائه حماسة وأكبرهم سفاهة. ومana bu isroillik mana bu mirshabni do'stlarini eng nima deydi, jasurlaridan va eng ahmoqlardan edi, eng katta ahmoqlardan edi. وأحرصهم على إيذاء السيد المسيح. va Sayyid Masih alayhissalomga ozor berishlikda ham ularni eng harisi edi. O'sha hamkasblarning ichida eng harisi mana shu edi. Va mubadaratan ilayhi, va mana shu Musa alayhissalomga eng tashabbus ko'rsatadigan, eng qattiq qiziqib ozor beradiganlardan edi. Hatta yantahi al-amru sari'an. Endi mana bu mirshab bunga mana shu Iso alayhissalomga o'sha Iso alayhissalomni o'sha xochni ko'tarib ketayotdi-yu, keyin Isroillikka buyurdi, mana bu xochni ko'targin. Nimaga desa, toyinki hatta yantahi al-amru sari'an va yatakhallasa min hadhihi al-mas'uliyyati al-murhiqati. Toyinki ish tez tugashligi uchun va mana bu zerikarli, malollantiradigan mas'uliyatdan qutulishligi uchun. Tezda qutulay deganda Isroillik bitta yigitga aytgan, o'zini hamkasbiga, qani bor ko'tarish bor deganda, Iso alayhissalomga mana shu xochni tezroq qutulaylik deganda,